Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Duo taqdirni o'zgartiradi kitobi haqida qo'ldan kelgancha suhbatlashamiz. Bilasizmi, duo qanday kuchga ega? Siz qo'llaringizni yuqoriga ko'tarar ekansiz, ochiladigan ko'rinmas eshik nomi bu duo eshigidir. Bu kitobni o'qir ekansiz, Allohga yaqinlashtiradigan kitob. Qahramonimiz qiyinchiliklarni bosqichma-bosqich yengib o'tar ekan, duoga bor vujudi bilan ishonadi. Bilasizki, islom dinida taqdir yozilgan bo'lsa ham, lekin uni ayrim qismlarini duo orqali o'zgartirish bo'yicha hadislar mavjud. Ushbu kitob roman bo'lib, o'tgan voqeadan tasvirlangan holda yozilgani haqida so'z ketadi. Qahramonimiz Arslon haqiqatdan irodali yigit bo'lib, matonati bilan harakat qiladi. Hammasiga o'z kuchi bilan erishadi. Allohga irodasi bilan, vujudi bilan ishonib duo qiladiki, shunga erishadi. Bilasiz, siz qiynalayotgan paytda aksar hollarda hech kim ishonmaydi. Ota-onangiz, yaqinlaringiz, bir qadar atrofingizda hech kim qolmasligi mumkin. Shunday og'riq va iztiroblarni ichingizdan o'tkazar ekansiz, sizda duo degan bir qudratli kuch bor. Bu kuchni aksar hollarda afsuski men ham ko'pchiligimiz, shular qatori men ham buni qudratini hali to'liq anglamaganman. Agar inson bor vujudi bilan duo qilsa, so'ragan narsa albatta beriladi. Lekin biz yurakdan so'ramaymiz-da. Shu tomoni bor. Aynan shu holatda bu kitobni o'qish, xulosa qilish kerak. Qahramonimiz bilasizmi, qay holatda chiqadi? Hech vaqosi yo'q. Otasi yo'q. Otasi bilan onasi ajrashgan. Ishga ariza topshirsa, ko'pchilik rad etadi, qabul qilmaydi, ishga olmaydi va u iroda bilan, vujudi bilan shunday so'raydiki, Alloh, Robbim, mening ishimni sen o'zing kifoya qil. Shoyat menga nima yaxshi, nima yomonligini mendan ko'ra yaxshiroq bilasan deydi. Bilaman, hozir hammamizda ham bir qadar qiyinchilik ketma-ket kelayotgan payt bo'ladi. Lekin aynan shu paytda bilasizmi, bitta ibora menga tasalli beradi. Eng yorqin yulduzlar eng qorong'u tunda yaqqol porlaydi. Sizga berilayotgan qiyinchilikning orqasida albatta bir hikmat, bir qadar saboq yotadi. Shuni unutmangki, sizni qalbingizga, sizning irodangizga yetadigan sinov keladi. Aynan shu sinovlardan toplanar ekansiz, hayotning qilich singari o'tkir bo'lasiz. Va shuni unutmangki, albatta shu holatda qalblarimiz qoragan qalblarimizni Alloh o'zi poklasin. Bilaman, aksar hollarda ko'p so'zlarimga amal darajasida yetib bormaydi. Misol uchun, shu bugunning eng yaqin do'stim G'azolining kitobini menga tavsiya qildi, Til ofatlari. Lekin qo'rqayapman-da. Chunki bilim va ko'nikmam yetarli, lekin amal borasida bir qadar iroda masalasi o'rtaga chiqyapti. Sizda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Men o'zimni ichki kechimimni gapiryapman, kitobga bog'liqlik joyi borligi uchun. Ya'ni siz o'ylaysizki, insonmiz, avvalo hammamizda kamchilik bo'ladi. Ideal inson o'zi yo'q. Lekin xatolardan to'g'ri xulosa chiqara olgan insonlar o'z ichidagi xazinani topgan bo'ladi. Men harakat qilyapman kechagidan yaxshi bo'lishga. Kitoblar o'qiyapman va bir qadar men o'ylaymanki, sizdagi og'riq ichki kechimni o'tgandan keyin bu kitobni ham xuddi shu yo'sinda yozilgan. Ya'ni siz ko'rgan qiyinchilikni inson, agar u rostmana inson bo'lsa,
boshqa inson ko'rishiga ravo ko'rmaydi. Bu yurgan yo'ldan boshqa inson yurib o'sha xatoni takrorlashni xohlamaydi. Agar u ichida xudbin, manman degan kibr va birovni ko'ra olmasligi g'araz niyati bo'lsa, xohlaydiki bir xatoni men qildim va bu xatoni u ham qilsin, men tortgan og'riqni u ham tortsin deydi. Ustozimiz Abdukarim Mirzayevni bir iboralari esimga tushadi. Ya'ni bir ko'rdan so'rashadi. Siz o'zingiz dunyoni ko'rishni xohlaysizmi yoki hammani ko'rib bo'lib qolishni xohlaysizmi degan savol berishganda u ko'r javob beradi. Men emas, hamma men tortgan istirobni tortsin deydi. Aslida uning ko'zi emas, qalbi ko'r edi. Xuddi shu savolni boshqa nuroniy ko'rga berishadi. Shunda aytadiki, Allohim qalbimni yoriq qilib qo'ygan, boshqalar ko'r bo'lmasin. Meni ham ko'zimni agar shunga loyiq bo'lsam ochsin degan bir shaklda javob qaytaradi. Ya'ni bizning qalblarimizning ko'zi qanchalik ko'r? Siz bilan biz o'zimiz chekayotgan iztirobni boshqalarga ravo ko'ramizmi? Nima uchun bir xatoni takror boshqa inson qilishiga jim qarab turishimiz kerak? Birov qiynalayotgan bo'lsa, xo'p mayli, yordam qo'lini cho'zmang, lekin unga zarar beradigan so'zlarni ham gapirmang. Harchand urinmay, siz gapirgan so'zning og'rig'i bu yerda qolib ketadi. So'zning yuki yomon. Shu yo'sinda ham xulosa olasizda bu kitobdan. Chunki siz so'zni gapirasiz, bir qadar esi yodingizdan chiqadi. Lekin shu so'zni istiroblarini arslon ichida kechiradi. Ishonasizmi? Bir qadar ichki kechinma, lekin u xursand qiladigan tomoni asarda qahramonimizdagi bu kechinma nafratga aylanmaydi. Agar haqiqatdan nafratga aylanganda, sizning so'zlaringiz, gapirayotgan gaplaringiz u insonlar tashqi ta'sirida qolish so'zni yuki yomonda. Misol uchun siz birovni borib yuziga bir ursangiz, ma'lum muddatdan keyin og'rig'i bitadi, og'riq o'tadi. Lekin so'zning og'irligi, so'zning vazni insonni ezib qo'yadi. Ba'zi so'zlarni siz o'zingiz ham yillar davomida o'ylab kelasiz hali hamon. Qahramonimiz Arslon ham xuddi shunday ichki og'riqni boshidan o'tkazgan. Ya'ni so'zga borsak, ko'chada yursa, bu otasi yo'q, yetim, jamiyatda o'rnini topa olmaydi degan paytda ham bu umidini uzmadi. Mashina yuvadi, mashinani bolani qoraytiradi. Eng oxirida bir yaxshi insonni sharkatiga qo'shiladi. Va u yerda u insonni qo'llovi bilan meva bozoriga kirib keladi va hech kim nazariga ilmaydigan Arslon beyga aylanadi. Sevgisi tashlab ketgan paytlarni eslaydi. Shu paytda, lekin shunda kitobning oxirida Jaloliddin Rumiyning bir iborasi menga orasi yoqadi. Va shu bilan videoni ham tamomlasak kerak. Aholim chaltoq demoqqa ne hojat? Har holingizga shukrlar bo'lsin deydi Rumiy. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.